O'zbekistondagi o'qishni Germaniyaga ko'chirsa bo'ladimi? So'nggi kunlarda juda ham ko'pchilik so'radi shu narsani. Qaranglar. Qisqa qilib aytganda, ha, bo'ladi, lekin degan joyi bor. Germaniyaga o'qishga siz ko'chirgan paytingizda xuddi yangitdan o'qish boshlagandek siz o'qishga topshirasiz. Ya'ni bu yerdagi sistema farq qiladi. O'zbekistondagidek siz biron joyda 2 semestr o'qisangiz, boshqa joyga ko'chirib 3-semestrdan boshlab ketmaysiz. Germaniyaga yana boshidan o'qishga topshirasiz, hujjatlar bilan o'qishga kirasiz. Keyin O'zbekistonda yopgan fanlaringizni tan oldirasiz. Anerkennung deydi uni. Chunki Germaniyada o'qishlar mana semestr bo'lib o'lchanmaydi. Ya'ni O'zbekistondagidek 8 semestr o'qisang bo'ldi, diplomingni beradi. Mana o'qishni yopib bir nima qilib bitirmaysan. Bu yerda fan yopish kerak. Ya'ni bakalavr bitirishing uchun odatda 180 kredit point yig'iladi. Sen 180 kredit pointni yig'sang, sen bakalavr bitirgan hisoblanasan, diplomni beramiz deydi. O'zbekistondagidek eshak-makkaga qatnaganda qatnab bitirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham O'zbekistondan kelgan paytda o'sha xuddi o'qishni boshlaganda topshirasiz, O'zbekistonda yopgan fanlaringizni tan oldirasiz. Tan olganini oladi, ba'zan tan olmaydi, qolganini o'qiysiz. Fanlarni yopib, kerakli kredit pointlarni yig'ib, keyin o'qishni bitirasiz. Bu Germaniyaning ichida universitet ko'chirganda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi O'zbekistonda o'qib yurgan, ayniqsa meditsina va injiniring sohasidagilar, mana quruvchi injener, elektroinjener, boshqasi bir kurs, 2 kurs o'qigan bo'lsanglar, yana sabr qilib turib darsni o'qinglar, O'zbekistonda bitiringlar. Ayniqsa davlat universitetidagilar. Chunki O'zbekistondagi o'sha universitetni bitirsangiz, ertaga Germaniyadan uni diplomi o'tadi. Germaniyaga kelib, o'qiyman deb, o'qiy olmay qiynalib, chunki 3 yillik bakalavrni Germaniyada nemislarning o'zi ham 4 yil, 5 yil o'qib oladi ba'zan. U o'zbeklardan 6 yil, 7 yildan beri o'qib yurganlari bor. O'sha 3 yillik bakalavrni. Oson emas, ya'ni. Hi-ho bilan ana o'yin kulgi bilan o'tib ketadigan o'qish emas bu yerdagi. Rostdan o'qishing kerak, rostdan yopishing kerak, yopmasang yuraverasan. O'zbekistonda bitirib kelinglar, maylana kelib turgan boshqatdan bakalavr o'qinglar, boshqatdan bilmem magistratura o'qinglar. O'qiy olmasanglar, hech bo'lmasa qo'lingizda O'zbekiston diplomi bo'ladi. Ish topib, ya'ni student bo'lib kelib olib, ish topib, sekin ishga o'tib ketsa bo'ladi. Agar boyaga o'qishni chalayarini tashlab kelsanglar, kelib turib na bu yoqda, keyin o'qishni o'qiy olmay qolsanglar, keyin sizda na Germaniyaning diplomi bor, na O'zbekistonniki bor, ikki o'tni orasida qolib ketasizlar. Shoshilmanglar, Germaniya shu yerda turibdi, ketib qolayotgani yo'q, kelaverasizlar, undan ko'ra o'sha yerda dars o'qishni o'qib, tilni ham yaxshilab, keyin kelinglar.